G'ijduvon tuman sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limida jaholatga qarshi ma'rifat shiori ostida ma'naviyat soati tashkil etildi. Mazkur tadbirda bo'lim xodimlari faol ishtirok etib, dolzarb ijtimoiy ma'naviy masalalar yuzasidan fikr almashdilar. Tadbirda din ishlari bo'yicha qo'mitaning Buxoro viloyat hududiy boshqarmasi mas'ul xodimlari ham o'z ma'ruzalari bilan ishtirok etishdi. Ular chiqishlarida bugungi kunda dolzarb hisoblangan terrorizm va ekstremizm tahdidlari, yoshlarning turli yot diniy oqimlarga kirib qolishining oldini olish, jamiyatda sog'lom va ma'naviy muhitni shakllantirish masalalariga alohida e'tibor qaratdilar. Bugun sanitariya-epidemiologiya jamoat salomatligi qo'mitasining G'ijduvon tuman bo'limiga diniy ishlar bo'yicha qo'mitaning Buxoro viloyat hududiy boshqarmasi mas'ul xodimlari hamda ichki ishlar bo'limining terrorizmga qarshi kurash bo'limi xodimlari tashrif buyurib, terrorizm va diniy ekstremizmni oldini olish uchun targ'ibot ishlarini amalga oshirishdi. Bizning tashkilot xodimlari bu borada o'zlariga kerak bo'lgan bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishdi. O'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishdi. Bundan tashqari xotin-qizlar o'rtasida huquqbuzarliklarning oldini olish, oilaviy muhitni mustahkamlash va ma'rifatni yuksaltirish bo'yicha amaliy tavsiyalar berildi.